qimmat narsalardan hayron qolamiz rubrikasi davom etadi. Kecha meni Toshkentda yer ko'rgan olib borishdi joyga. Endi men Toshkentlik emasman, so'ramasanglar ham aytib qo'yaman. Rajat mahalla degan joyga bordik. U yerda sotilsa sotig'i 80 ming dollardan boshlanadigan joylar bor ekan. 80. To'g'risi men endi geniyman, sразу startap keldi miyamga. Investorlar aloqaga chiqsanglar, viloyatlarda shunaqa joylar bor, arzon. Sotiq olib kelib sotsak bo'ladi asherlardan. To'g'risi. Rajatda zo'r ketadigan o'xshayapti. U chunki u yerlarda shunaqa joylar bor, sotig'iga 2-3 ming dollardan pul bersangiz, u yerda xohlaganingizni qiladi. Xohlasangiz alohida viloyat deb e'lon qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi u yerlarda. 80 ming dollarga hokimiyatni binosini ham bo'lsa kerak deyman. Endi to'g'risi yo'qmi 2-3 ming dollarlik joylar Toshkentda? Ham bor dedi, shu Toshkentga kiraverishda yo'lda deyishdi. Qachonlarga yetib kelib qoladi desam, meni bloklab qo'yishdi. Endi shu keyingi shu rubrikamiz qimmat restoranlarda davom etishi mumkin. Nalogoviy bilan problema kerak bo'lmasa, qimmat restoranlar bormasligim uchun o'zingizlar bilib aloqaga chiqinglar.